hafta yetadimi? O'zing chirkim mana shu sohada keta olasanmi? Olib ketaman o'zimga. Lekin sizni shu farzandingiz ortidan kelganingiz uchun o'zbek onasini men ko'rib faxrlandim, to'g'risi. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni shu kelganingiz uchun men harakat qilaman. Plus milliy gvardiyaga gaplashib beramiz o'qishni. 100 ta mana shu mahallaning bolasini O'zbekistonning eng zo'r oromgohida, shaxsan o'zim prezidentimiz Toshkentda tashkil qilgan oromgohda 100 ta eng zo'r aqlli bolalarni Toshkentda bir hafta o'qitib kelsak, men to'lab beraman hamma xarjini. Nima deysizlar? Sizlar shu 100 ta bolani saralab beringlar. Eng aqlli shu mahallaning kelajagi bo'ladi. Keyingi 10 yilda maktabni bitirib chiqib, mana men degan dunyoning universitetlariga kiraman deganlar bo'lsa, men qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Ro'yxatini tayyorlab bersanglar, qo'l qo'yib berishinglar bilan mana mahalla 7ligi javoniga Toshkentga olib ketamiz, maxsus programma qilib beramiz. Umuman masala bo'lmaydi. O'qitib, kelajakda qanaqa tasavvur qilishni ham o'rgatamiz. Universitetlarga kirishi, qayerda nima kasb olish mumkinligi programmasi bo'yicha. Nima deysizlar shu taklif? Ma'qulmi sizlarga? Toshkent xalqaro kimyo universiteti Samarqand filialida o'qiyman. Samarqand. To'la berdi, rahmat. Minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Sog'lik, sog'lik. Sog'lik.